Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz tunugun bu suhbatni bir qatim qilgandik. To'g'ri hujumiga uchrab ketdik. Shuning bilan bugun qaytadan oxiri nachar bo'lsin ovoz chiqidan qildik. Bu navaqcha normal chiqadi bilmaymiz. Bayam sinsak azroq yaxshi chiqib qanday bo'ldi. Shunga bir şeyde biz munozirni suhbatni davomlashtirsak bo'g'dak deb o'yladik. Shuning bilan hozir rasmiy temaga kiramiz. Tema Vatikan'nınki ijodiyati bo'lgan nejiz sotsializm ve komünizm mevcutmu? Eğer mevcut bo'lsa, bu yolda bular mangdimi? Hazır normal menvatamdı. Vatikan hazır nurgun devletlerini özünün alqınıga evaldı. Emdi qaysı devletler bularning Vatikanning alqından çıqalaydı. Bu to'g'riliq munozir etpamoqchi. Hazır aldı bilan biz birinchi teminiki oldingi bosqich bo'lgan Vatikanning ijodiyati bo'lgan nejiz sotsializm ve komünizm qandaq paydo bo'lgan, Vatikan buni qandaq paydo qilgan degan tema mushuni ayrim bir bilak qilib qisqacha munozir qilmoqchi. Buni Yarmamat efendim bir tushundirsa deb o'ylayman. Qani marhamat. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uygur tillik, Azerbaycan, Kırgız, Kazak, Özbek, Tatar, Türkmen, Türk, Noğay, Uygur tillik, Uygur kırındaşlar, qanday yaxshi sizlar teşvikman, azıq vaqtlarına xayrlik olsun. Taşqı dünyadaki biz vaziyete qarab ergişip davаны qılıvatımız. Azıqı köpünçü insanlar düşenmeyenler köpken, komünizm bilen sosyalizmdeki qanday kelib chiqqanini, buni kelib chiqqanini ko'pincha davlat bu Vatikanniki İsa payg'ambarning zamonida yetimlar ve kambag'allar degandek ve onun ishida Tanrım haqqi degan biri tilaydigan puli bor ekanda, shu İsa payg'ambarning vaqtidan tortib Tanrımның haqqı deb ve yetimning haqqı, kambag'alning haqqı deb jiqqan pullarni shu Vatikandan boshlagan ekan, qarindoshlar. Bularni o'zinglar o'ylab boqinglar, necha ming yillarga butun dunyoda mavjud bo'lib ketdi ekan. Bu Tanrımның haqqı deganni og'ziga olmaydi ekan bular. Şu peygamberimnin zamanında, İsa peygamberimnin zamanında, bu Tanrımın hakkı degende İsa peygamberim şununda bu Tanrımı sizlerin Tanrımla pul talep kılandı. Kanı Tanrımla diye çağda bular sen işçi sen körüse deyken. Bu aşağılık ki Amerika'nınki muştoğulluk bir işçigen filmi var. Arap kalbiler girip hoş. Emdi bu sosyalizm, komünizm fakat halk bay olmaydı. Bunu devlet hazinesi olup yığıdı. Xitay kelgen ayağımı nak noşunda mangan. Ama Orus onu komünizm boğan. Fakat Orus'un tutkan bu komünistik siyaseti bütün halkını işçi, incinlik, teknik, asker, bütün nersige tang beraber nima qilib, o'zi anında haqqiliq chiqib, o sistemda mangmay, o'ziniki kuchli buluş, mushu xarakteri bilan bu kuchli olgan Sovet. Xitoy bo'lsa bizga ma'lum, Uyg'urlarga ma'lum. Bu sosyalizm, komünizm ama öz bilmeydi. Fakat halkının mal, pul, hem narsa bulab talab bugün günlüklerde
pulum var deb chiqdi. Hem o'ziga dushmanni yig'ib olibdi. Bu İsa Peygamber'in vaqtidan tortib, ta hozirgacha o'zinglar o'ylab beqinglar. Qancha ming yil bo'ldi? 2000 yilga yaqin bo'lib qoldi bu. 2000 yilga yaqin bo'lib qoldi. Bu sosyalizm, bu faqat o'ziga egilik huquq tiklash bilan bo'lgan aslida bu sistem emas. Faqat aldamchilik. İnsanlarni kambag'al, boy o'xshash ko'rimizdan. İkinci komünist paydo bo'ldi, demokrat deb. Ama baj var. Yaxshi yashayotganlar, mo'shlarni tutayotgan sistema qarasanlar, maaş o'smaydi, mana bahsi o'sidi. O nemimi bajmi o'sidi. Aning bilan manaki farqi bormi yo'qmi deganda farqi yo'q. Sim farqi bor bu yerda. Bularniki hozir bu shu Amerikadagi yaras dunyodagi besib yotgan oltin va koni kitoblar, har xil dindagi koni kitoblar, ayni kitoblar, Qur'ondan tortib butun g'azini yig'ib olgan bu Vatikan, navratlar yana katoliklar. Bu Demokratik Partiniki bular bilan Birleşmiş Tashkilotniki bu sistemaga ketib qolgan. Dunyoni bular boshqarayotgan. Müslüman devlet olsun, meyli Hristiyan devlet olsun, meyli Buda devlet olsun, meyli otuq çoqunduğan, meyli nimge çoqunduğan devlet, İslam devlet olsun mu? Her qanday devlette bulanınki kolu bağlı barken. Manamda bu Xitayni kendini Xitay şıksayvatkan faqatla bunu bir devlet deb yaratıp Aziyani kontrol qilib mo'shundan chiqolmas. Mo'shundan ishinib, nimaga buni ishini degan chaqda xalqdan bilab qolib og'ini o'zining qilgan bo'lishi uchun bu Vatikanning ishiga yaragan. Endi Vatikan bunu qanday qiladi deganda, buni Xitoyni urush qilmay natijalanayapti. 70'lar urush qilmay bunu nima qilgan? G'azin to'plag'izgan. Butun dunyoga avatgan. Xitoy bo'lmasa, Sovet qirg'inim chiqmaydigan Xitoylar. Sovet qirg'in chiqmaydigan bir Xitoylar. Endi buni Sovet qildirganga chiqardi. Butun texnikani o'g'ladi, o'rgatdi. Nimaga biradi, nima maqsad nima? Jinnaqa chopdi degandek Amerika'nı yo'qotish. Sovetni parçalash. Orasini yana parçalash. Sovetni parçalab bo'ldi, orasini yana parçalash. Bu yerda İranni yana shu ideyada chiqsilish. Bu yerda anlamagan kim bor ekan desanglar, ikki prezident. Gaddafi, Saddam. Ama Saddam bunlarda chin o'tirgan. Bütün Arap halkı öyle İsrail başkanı da ağzımızda varken bu sahte nam andak. Ama bu Yahudilerin içindeki sahte Yahudiler, sahte denilen hakiki Yahudiler ulanın kolda kuş yok. Pul boğamda kuş yok. Emel yok. Hukuk yok. Bazı dönemde hemen narsa aşklanıp çıkıyordu. Şunun için yani kendimiz kayıt bassak İsa Peygamber'indeki kıran sözü var. Senin Tanrın yukarıda mı, tüvendi mi? Bir taş, beton aşı oturamdı diye sözü varken. Anladıkken bu İsa Peygamber bütün Tanrım'ını bütün yer zeminini yaratkan, seni yaratkan. Ben Allah'ınki bana işengen, Allah işengen, bana ergeçken, ben şulanı kutqazgını geldim, seni emez.
Çünkü sen o dünyada cehennemge nima qilib ketgandin? Hükümçülük bo'lgan. Sen şeytan tarafta. Allah taraftakilarga men yordam qilgani keldim va qutqazgani keldim der. Men sen için Allah beni vey qilib avatmadi. Yaxshi insonlar uchun degan. Mana bu Vatikanlarniki necha ming yillarga qilayotgan narsa nima? Bütün yetimlarni yig'ib, balası bakanmaganlar, aşılar küçük tuğulan ellerini belirtip, bularını pişirip yiyen. Takıma Xitaylarına takı yeni oku bu. Nimige? Bu ideyani üretken Vatikan. Nimige uzun yaşaysan der. Jilikini şiken. Nurgun narsa var. Bunun sosyalizm, komünizm o'xshash. Hech qanday farqi yo'q. Hozir demokratiya partiyaga qarab boqaylik. Hozir Birlashgan tashkilotga qarab boqaylik. Yo'l menyaptimi? Yo'q. Bu dünyada men shaxsiy o'zim media chiqqanini davomli deb o'tdim. Zamanın başı bilan oxir zamondagi naq o'tirmuş sınaq, yaman çoğun sınaq. Bu sınaqda o'tsak o'tdik. Bu şu zamandaki o'tirdilar. Bütün insaniyet, bütün hakimiyet, bularniki texnikisi, bunisi işlemeydigan, atom bombası işlemeydigan. Bunu hesaplagan Vatikan, Kur'an'ı yaxşı bildiğin Vatikan bu dünyada nurgun insan öldürüşü atomdan mı yaman mana komünistin ki sosyalizmin ki eski ideyeri atomdan mı yaman raketadan mı yaman koraldan mı yaman bu virüs ne beşi nereden beşi Fransa'ya Paris'te vaksinden Xitayga ko'ndirilib, Xitoyda mushtlaq zaharli qilib odam o'ldigan yasatgan. Ya'ni shu Vatikan bo'lib chiqdi. Bu masalan Marx, Engels'in shularniki tarixini o'qib beqinglar. Bu sosyalizm. Ana kapitalizm ham yo'q, sosyalizm. Yani komünizm. Marx, Engels'im, Leninizm, Stalin. Hoş. Boşlarındaki nemisini konular cık okup cık düşengeller var. Boş oturasiyelikiler hem de bildiğalar köp dep oylayman. Ben şu nemini hem de vakit sen keşif etti. Maşa Recep Turgay'da 11'de işip ketdi. Şunun için ben bunu atlap dep koydum. Muşu sualını soraydiganlar. Muşni nima qilsa men bilan Ayrim xonimga mush WhatsApp bilan nima qilsa mush Aysa payg'ambarning hikoyasini tortib tarixiy mushlar qanday taqabul bo'lganini tortib hamma chiroyli tushuntirib qo'yman. Buni Uyg'urlar har bir Uyg'urniki bilish kerak. Anadaki siyasetniki kim oynatadi bizni? Saxta, bunada saxta qahramonlar var, saxtalıqı mustaqilchilar var. Anadaki Uyg'urning mustaqil qarashchilar chiqdi. Hammasini biz olib chiqib bo'ldik qardoshlar. Bu narsa bilmaylar, quruq eg'iz mustaqil degan bilan ma'qul mustaqil bir qog'ozga chiqib ma'qul Trumpmi, Joe Bidenmi kim bo'lsin Mekka mustaqil qandaq mustaqil seninki kelajakda strategiya nima hech kim javob bermaydi. Bu tarix ne? Yer Mehmet Efendi teminiki baş tarafını yırahıltı etmeyli. Vatikan'ın icadiyeti sosyalizm, komünizm bu neyse
qandaq paydo bo'lgan degan tema edi bu. Men o'xshash narsa bo'lib qolmasligi uchun Yarmamat apandim so'zlamagan yerlarini so'zlay. Bu narsani qandaqdir Sovet ittifoqi yoki Jungodagi Mao'zdin qatorliqlar ijod qilib qo'ygan narsa emas. Nurg'un qarindoshlar biladi, faqat bilmaydiganlarmi bor. Vatikanning nima ekanligini, kommunistlarniki haqiqiy maytning nima ekanligini bilmay ta'zirq jurayotgan qarindoshlar bor. Endi o bilmaganlar asosida o'rganib tursin. Biz buni Vatikan nima uchun qanday qilib ijod qildi, xalqlarni qanday qaymoqtirdi degan narsani tushuntirmoqchi bo'lgandik. Endi hamma odam biladigan tarix kitoblarini ko'rsim, kinoni ko'rsim chiqib turadigan yerlardan so'zlaylik biz. Burun Çar Padişah vaqtida Sovet ittifoqi degan narsa mavjud bo'lmas cheg'ida Vatikan bu o'yinni o'ynab chiqib sotsializm degan bir sistemini qurib, kishilarni mushak mansang namratlarmi, qalandam hammasi boy bo'ldi, hammadan o'xshash turmush kechirdi deb shu bir qism odamlarni namrat qilganlarni, bekorchilarni hammasini xo'shal qilish uchun ham aldash uchun paydo qilgan narsa. Buni tashviq qilay desa, tashviqida o'rin yo'q. Oxiri bu Vatikan eng dunyodagi jangovar inqilobni dahshat ko'p qilgan ham intan ilg'or saviyadagi Fransiya xalqining ashlarning ichiga kirib turib, ashlar orqali butun dunyo to'ntishni ko'ngliga pukib, o'zlarining eng sodiq muridlari bo'lgan Fransiyaniki Paris shahrida yashaydigan uzundan beri mushlarga Vatikan ishlaydigan poplarning ashlarningki tashviqoti orqali ro'yab chiqarishni o'ylab Fransiyaga berdi bu vazifani. Bergandan keyin Fransiya xalqi o'zi bek jangovar bo'lg'ashqa namarat xalqni xo'sh qilish uchun bularni tashviq qiladi, lekin o'zlari faqat bu yo'lga mangmaydi. Tashviqli qilib berdi bular. Shuning bilan Yevropada tashviqida boshqa yerning tayinlanmagan degan oxiri Germaniya tashviq qildi. Marks degan bir odamni tortib chiqiblar, o'zlari tayyorlab qo'ygan narsani o'sha odamga tutqizib qo'ydi. Mushu odam tadqiq qildi deb. Shuning bilan buningga nurg'un iqtisodlarni atrofdan hammasi u yoq bu yoqdan yo'tkab berdi. Bu yo'tkab berdigan ne desa, Vatikanniki savdogarlari joylashgan Belgiya. Bu yerdagilar savdo degan bir narsani yolg'on savdo degandi bular. Lekin xalqlarni aldab pul yig'diganlarda bu Belgiyaga yig'ilib olganlar pul chiqarishib bu yerda boshqa davlatni tashviq qilg'izdi, Belgiyaga akirgizmaydi buni. Germaniya tashviq qilgandan keyin germanlarga toza xo'shaqmagandan keyin buni o'zlarining Vatikanning asldagi plani bo'lgan Çar podshoning ziminiga ishtirdi bu. Çar podshoning zulmida shundaqsigi ig'ir ahvolga qolgan Rus xalqi va boshqa xalqlar bu sotsializm deganni ancha-muncha anlagandikinlar nima degan yaxshi degan bir xil uqumga kelib buni qabul qiladi xalq. Mush Çar podsho yo'qolsalar biz kommunizm yo'lida mangsak, sotsializm bizni ash kommunizm yo'liga apardi degan narsani bularning mingisiga qo'ydi. Qo'ygandan keyin buningga inqilob qilish uchun pul kerak. Endi qanday qiladi? Leninni tortib chiqib, Leninga tarixiy materiallarni aqtirsanglar chiqadi 3 million mark german pulini buningga qarz berdi. Qarz verib sen sotsializm degan narsani tortib chiqib, hamma odamga mushu yo'lga maqsad eng to'g'ri ekan deysan deb buningga vazifa berdi. Bergandan keyin bu toza tashviq qilib ishchilar sinfini jonlantiramiz deb hamma yer tashviq qilgandan keyin bu Lenin Çar podshoning jamiyatida emas,
bu keng ishchilar vakillik qiladi degan narsa o'tirg'i chiqqandan keyin hamma odam buni qo'llaydi. 3 million mark oyda qazagan pul bor. Bu qandaqdir Lenin tirishib topgan pul mu emas? Bu Vatikan pardaqsi bilan tayyor qilib bergan pul. Endi Lenin bu inqilobni o'kta bir inqilob deb buni boshlagan chog'da Vatikan qandaq qildi desa, Çar padişahının vəhşi bo'lgan Stalinni tayyorlab qo'ydi pardaqsida. Tayyorlab Lenin shundoq ko'tarilgandilar Stalinni bu inqilobga qo'shdi. Qo'shgandan keyin Çar padişah yo'qolsil bo'ldi degan xalq Stalinni qo'llaydi, Leninni qo'llaydi, Marksni qo'llaydi. Marksning yana tashviq qilib beradigan bir boyvachidan birisi paydo bo'ldi, ingliz. Bularni hammasi Vatikanning o'rinlashtirishdagi odamlar. Bular o'tirg'i chiqqandan keyin oxiri mushu Hasan Saboq, Yarmamat Amandim to'liq tushuntirib ketgan Appa hojam o'xshash xalqlarni qaymoqtirdan bir qism kishilar bu yerda tashviqot elib bordi. Berib sotsializm yo'liga mangsa hamma odam bab-baravar yashaydi. Onun mülki, manın mülki degan gap yo'q. Hamma mülk umumning bo'ladi degan narsani o'tirib qo'ydi. Lekin o'zlari qanday qildi desa, Appa hojam o'xshash so'zlab qo'yib, Vatikan atidan kechgacha oltin yig'idi. Xalqni mol mulkni do'st tutma deb tashviq qildi. Oltinni ya'ning aso tonel qo'lab, ash tonelga akib tizib uzun aşı relislarda, aşı vagonlarda, aşı toşup, hem onun qanchalik ko'lamli ekanligini bilib yetkil bo'lmaydi. Anglashlar qaraganda Amerikaning musodir qilgan oltinlari aeroplanga bosgan chog'da 650 aeroplan chiqdi deydi. Bunun nereden nereye rast bunu bilmeyimiz, lekin oltinlarning ko'pligi bek aniq. Demek bu Vatikan xalqlarni sotsializm yo'lida minib, kommunizmga yetib boringlar degan narsani tashviq qilib, hech qanday mol mulkni ko'zini tutmaydigan, do'st tutmaydigan, xuddi Injil, Tavrat, Qur'on Karimdagi haqiqiy mo'min banda degan bir narsani xalqlarga to'xtamay qo'liga mingisiga qo'yib so'zlab turdi. Lekin o'zi faqat bu yo'lda mangmaydi. Endi mushu Marx, Engels, Stalinlardan ashla hayot bo'lsa agar so'rasak, ularning shogirdi bo'lgan Putinni so'rayli, sotsializmni yo'lda minib kommunizmga bormoqchi bo'lsan, qanday qilib baqding desa, o'zimi bilmaydi bu. U yo'lda minib baqmadi. Endi bularning qo'lchimog'i bo'lgan bu Nazarboyevlardan so'rasak bular bilmaydi. Vatikan mani qildi, ani qilib yurgan odamlar bular. Ağzından chiqqan narsa boshqa, o'zining qildig'ini boshqa. Xuddi yilqi saxtipaz mollamlarga o'xshash. Chiroyli so'zlaydi, nachar ishini qiladi. Endi bu Vatikanning ijodiyatining o'tirg'i chiqishini endi bilishimizcha mushunchalik so'zildi. Endi bular bayam degandek mush yo'lda mangdimi desak, mangmadi. Nima uchun mangmaydi? Bu amalga oshmaydigan kelgisidimi buningdan keyin xalqlar mengib boqay desa mangil bo'lmaydigan yo'l. Chunki xalqlar igilik tiklash uchun pul topmas bo'lmaydi. Mablag' yig'mas bo'lmaydi, iqtisodni jonlantirmas bo'lmaydi. Lekin bular nima deydi? Bütün hamma narsadan voz kechish degan yerga ishtirdi odamni. Unda biz jamiyatni taraqqiy qilmaydi-da. Endi bu yerda eng kulkilik yeri bu Vatikan o'zlari taraf-tarafdan yo'shurun banka ochidi, korxona ochidi, zavodlarni ochidi, xalqlarni ba'zilarini qul qilib ishlatadi, ba'zilarini amal bo'lmaganda azroq pul berib ishlatadi, lekin normal ishlatmaydi. Xalqlarni bo'lsa, yaxshi ish qil, pulni do'st tutma degandek tushundirdi. Endi bu Vatikanning qilayotgan mushu
2020 yili bulturg'icha bo'lgan arliqdagi narsalarni endi mushunchalik so'zildik. Endi bu yil qandoq bo'ldi desak, bu saylam Amerikadagi saylam voqeasi chiqqandan keyin Vatikanning suiqasdlari bakla oshkorlanib ketdi. Bu tuyuqsizlik o'ttirg'i chiqib qolgan emas, bu bayanmi Yarmamada bendim so'zlab o'tdi. 2000 yilning yoqi bular qilib kelayotgan o'yin. Birdam ani, birdam man bir-birisiga so'qashga soladi, cho'ngini so'qash sap qo'yib, oxiri askarlarni so'qash soladi. Odam o'ttirdi, kichik bolalarning qinini ichidi, kichik bolalarniki badandan har xil o'zlariga to'g'ri bo'ladigan narsalarni evaldi, har xil elementlarni. Yer osti zavodlari bor, shu boboq bolalarni har xil usulda yo yeydigan, yo qinini ichadigan, yo dori yasaydigan degandek. Bu yil, ya'ni 2021 yili bakli oshkorlanib ketgachga taraf-tarafda bu Vatikanga bo'ysunmaydigan davlatlar o'tirg'i chiqdi. Masalan, eng boshda Amerika chiqdi. Aqdan Kanada chiqdi, aqdan Gollandiya chiqdi. Endi harbiy kuch jihatda Avstraliya, Yaponiya o'tirg'i chiqdi. Biz xohlagan chaqda hamkorlashib, hozirla urushga tayyor bo'lamiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Demak, bular Vatikanning bo'yin turg'idan qutulgan bo'ldi. Qutuldi desak, Avstraliya taxi bular Jungo hukumatining Uyg'urlar ustin epagan erkiy qirg'inchiligini bular rasmiy e'tirof qilib, bayonot e'lonni qilmadi, Yaponiyami qilmadi. Lekin Jungo hukumatiga urush qilishga doim tayyor ekanligini o'tirib qo'yibdi. Ham o'zlarining paraxodlarini, oyamatganlarini tayyor qilib dengizga tushirib bo'ldi. Endi bu Vatikanniki tushuntirishimizning keyingi bosqichi bo'lgan mushu o'z ijodga yo'lda o'zi mangdimi, mol dunyoni ko'z tutma deganni o'zlari ijro qiladi degan temada men mushunchalik so'zlay. Endi buningga qo'shim chiqib ham yangi uchurlar bo'lsa, Yarmamat efendim beramat. Qarindoshlar, endi bu Reni efendim o'zi mangmidi deydi. Chunki bunun oxiri yo'q. Bunun oxiri bo'lmagan ekan, butun dunyoda din bo'ladi o'yin desanglar, kriz. Taraqqi ketdi. Chunki ham butun dunyodagi butun davlatlar o'xshash baravar mangmaydi. Bu iqtisodda bir egiz bir past bo'ladi. Bir ocharchilik bo'ladi. Ondan keyin bular yan bir nemisi varchi bularniki. Dunyodagi insonning isi kelmagan. Su aslida shu suvni o'rkash qilib to'lqinlashtirgan bir bombani qo'ydi ekan bular. Suvni aslida jup patlagan bu o'rkashda su bosadi ekan. Aniki butun dunyodan pul yig'ar ekan. Ana yardım qilamiz deb. Buni hech qachon hech kim uni og'ziga olmagan. Ham biz bo'lsak musulmonlar Allohdan kelgan balo deymiz. Ammo bular bu baloni tepib, bu Demokratik Partiya Amerikaning nimasidan shunda qo'llanib kelgan. Hozir mana yangidan Putin'niki bu o'zining yo'qolib ketganligini bir yil endi bu tugaydigan Sovet parçalanıp ketdi, Rossiyaning rasmiy fojiaga ko'z yetdi. Mana bu nereden chiqadi? Saxta İsrail, saxta Yahudilar, yani şu Vatikanlar ekan. O'zini o'ylab qo'yganlar, bugun dini yo'q. Yolg'on dinni kirib olgan. Saudiya Arabistiki yolg'on musulmon bo'lib olgan. Juhudlar chiqadi. Shu juhud shu Vatikan shu. Bular inglizlar Vatikan emas, juhudlar. Yahudilar deb kitob yozganlar. Bu juhudlar Aladi Yaman eski chiqadi-da.
Muşu kitabını okumagan, muş tarihini anlamaganlar nemi deydesin? Nerede tipan gap? 2018 Vatikan desep, birisi degende, sarang mı sen? Nemi o degende. Manam da eğlen. Rim'e barsanız görürsünüz. Bağımırsanız mı bizim vatandaki? Ay molaların aşıdaki siyasi kengeşini kim kurgan? Xitay kurgun koyandı siyasi kengeş. Siyasi kengeş üzerine öyle pekanlar. Söyle dini başkaladı. Mağrip cemiyeti o Uygur olu. Uygur'daki anıtıllık. Mağrip degen. Yani ki halkdaki ihtiyacı olan nemi kılgan? Bir yerden siyasi kengeş. Üzerine öyle pekan siyasi kengeş. Bir yerde fakat molalan başkaladı da o bu ismi siyasi kengeş. Siyasetini kengaytiş. Ama bu siyasette kengaytiş degeni kim çıkargan? Vatikan. Siyasi kengeş degeni. Vatanda hem yerde var bu siyasi kengeş. Saplı molalan başkaladı. Yermemed efendim. O bir isim gibi kaldı. Nancy Pelosi Nuri Tulkin'i siyasi kengeş başlık kıldı o. Amerika'nın siyasi kengeşi dinli işlerini başkurdu o deb. Merhamet. Mana bu siyasi kengeş kim işleydi? Kim kurgan bolsa, kim saylagan bolsa şunun işleydi arkadaşlar. Hiç kaçanda mesela bir aylık Mizqarımda bir molla vattı. Golcu Beytla Meşri'nin mollası. Andikin Golcu'daki Teşrepki'nin indiki bir meşrit vattı. Tunga meşritte Tungalar nemi kıldı yani. Aşının tüpsü şunu çakkan adamlar. Nemege? Ulan kim söyleyipti? Çakıdı geldi çıkış gerek dep. Bütün cemaatine ala Jotoni, Ketmen'i, Gücekni, Bontümülerni. Nemege? Bir nesi putuk mandat ketkenga ay putusunu ketken. Aşı uğrıqlap diye oynayıp demek Allah cezaldı. Sen kimninki bunu kıl asasen kılavazsa sen takıp bu nimide kılbık baş olgan insan sen. He? Kupuda takı cemaatten aldı turgan insan. Mollatın sen de mandat ketken. Aşı Reyimcan degen bir adam jığlap lom tömünü tutup lağıldap tüslep gittik. Bunun debütep gitay aşılık bir tüpski taş manda kişek manda tiketkenke. O taş kanda uçup geldi o adam okumaydı ki. Tüpskiyle ayıldı bunun ismini jığlap lom tömünü lağ tüslep gitti. Aş adam ne bikaga rasketli kıldığında alçılık isi tükeş vaxtıda. Hoş bunun da atlap ötep kitaylı. Bu siyasi kengeçligen bu kim kurup verdi? Çünkü bütün dini işlerin başkuludu. Yani kim? Çıraylık uyakarsanlar Allah subhanahu ta'ala'nın ismi bu, mübarek ismi. Peygamberin mübarek peygamberin ismi bu. Okuydu, aşağı kadar bağlı. Ben 2018 yılı bir ketim Beytla Mecid'ki çok güzel 5 yaxşı mı? Bir ile Xitayca yazılgan, Uygurca yazılgan. Bunda kağızda meclis çaptıkça junup ilivettim. Da mollalar bilen müştak molladı sordum. Bu Xitay'ın xiti bu meclisde Allah'ınki melik neymiş kılıdı o dedim. De bir videoda sözü gettim. Bu şu anlayanlar insanlarda vardı. Mana bu siyasi kengeçliğinki hele Xitay'ın dın kulası masılagan kıp koydu. Ağzı yetka meclis kırap yakına sayat ordunu kılıvattı. Nices Nevrot'la dessep kırıp nemi kıvadıdı. Üyede Uygurlar nemi kırızdı. Adak piyini şikizdi. Uslu oynattı. Bunu mecburlavadıdı. Bu manaylıkı ümmet Abdülkadir yapacağını gel Hasan Sabbah'ın şahidi. Bu şerefsiz çıkıp İslam ve ümmet dava kılmız ekan. Yani tek yakın enem dedi Uygur müstakil degenler kafirlik Uygur'un tilidir bu.
2000 yılın ahırlarda aş Abdülkadir Yakupcan degen. Kendaşlar. Aa Begrazda şunu manam de az İtalya tavuzga ne ketdi? Onu bilmeydi. Ölmalı birlik ne ketdi? Abdülkadir Yakupcan degen Hasan Sabah Hasan bu şerefsizler nimiş kodudu? Az Suriye'de töyüzün işip ketdi aile. Dün Asya'da 97. yıllık yalgan yüzüge çümbel tartıp algan sakal koygan pansamizmçılar bana siyasi kengaşındaki zihni ulağa kençilik ağlar turmilitin kampilitin ilik metro mağlanğa yer az taşlarda kıyızıp ne kitip bitecek milletin bu siyasi kengaşının zihni de bu muluların zihni de ekilip mana Amerika'da mı tekiblik kılbık baş vurmaydıgan, cüme namazı okumaydıgan, yiyet namazı okumaydıgan ava Rabia Kadir'nin ki köy oğlu Nuri Türkiye'ni ne bakıp koydu? Siyasi kengaşının ki uygurluğu vakaleten mana başında Vatikan'dan bu hemmesi Vatikan'ın oyunu. Bunu vatandaki öyle 97'ci dep benim bu. Allahu Ekber. Çomlasa yokalsın. Kabir yokalsın. Tüm halk çıkıp koydu. Birden şikide mağazalarga, dükkanlar, bazarlar kırıp yokap ketdi. Lek askerler moto, maşinlarda korallık, boşundak, vücunlar, amon, korallık kısımlar koğdap mangattı. Ve aşınçılık onu tutmam. Halkını çıkıp verdi. Hem tarkılınlar da pang pong it lan. Şunu alıp bu işin tabi mecbur kılan neyse bu. Kındaşlar, bunu bu siyasi kengaş. Eğer siyasi kengaşını istek deprey. Ayakta işçide iki korallık asker, kişide 4'ten 8, ayakta halkı kumla kaçırıp, filmi tiklep, siyasi kengaşını. Tangway degen bilemse oblast partikum ağlanı unça koğdumidi nemige insanlar siyasi kengaşının kanda şıplaslıgını milletle kanda nemige sağalığı hem müstakilliğinin ki aldın iliş hem İslam dininin hakiki nemisi iç uçuk aşkarlarsa kafir ve Müslüman bir yerde kafir kolu yaşaşkı bulmaydı kapının kolu su içki bulmaydı degen nurgun nesli aşkarıp kütüdür. Eğer de yaşsa anın keliki mululanıki bu dünya cenneti bulmaydıqalıqını bilip şunun için siyasi kengaşını 8'den 4'ten işkicat nemisiga. Moşunda nimi qilgan. Nimiga? Biz dinni nimi qilmaymiz? Ködalama Xitoylar falsafasini bugün külliklerde bu bula hurapi akçı kökçü dep meclisini çekitip yani bütün Arap devletine gidip bula terörçü ise imza ettiler. Mana bu hemmesi Vatikan'ın oyunu. Xitoyni kullandı. Xitoy'dan mas geldi. Hem bu Xitoy'ma mas geldi. Manamdi taşkı dünyadaki tolumu sözlep kettik. Hem demokratik Xitoylar nemi deydi? Şunda kalsı bu Vatikan'a işi. Manam Xitoy'un Vatikan'a. Fendigan deydi. Aliyuda sözler vardı da. Yani başkalarım sözler vardı da. Bu Vatikan'daki zihnini kayadan kaya kırmagan. Kayadan kaya kırmagan. Fakat muş yol yasaşta kuruluş binakarlıkta yokken bular. Ama lekin bu bizim vatanın işi de ne kışlap milli pasın yasağa üyleni kuma ağzı etken yanışı Vatikan. Bununla %300 ispatlandı takır. Moşu ikinci ayının ki ikinci ayının üçü mü? İkinci ayının ki ikisi mi? Moşu uygulanın ki üyünün ne kışlap çıraylık çıkırırken buzuk etkenliğini ne mi geldiğinde yanışı Vatikan'ın kolu var ki arkadaşlar. Onun size Kaşgar'da bilen Golcu'da onun nakışlarına üyle köp.
Köpek. Hemen kumak zıvattı. Mesela gelip Uygurlardaki bununki ravak var o. Hazır Xitay'dan Beijing'deki Google'daki birisler. Şu Uygur yasaka bunu mu? Bu aslı bizdenki. Aslı Uygurlardaki. Bununla orasını ispat, yapımı ispat. Başkalar köz yumbaldı. Bunu hem de Asyatika'ya dep Gulcu Beytlemeş'in aldı şıvrak bir ravak kıyıp kaldı. Onu 1983 yılı, 82 yılı. Tüpski nimlerini xatizip özgertdi. Bu ispat var. Onu çakkını koyu Asyatika'ya dep. Ana yazgan xat falançı mı yılda kağama bizden xat dedi. Onun xatı mı emez. Hazır bununla bula Manga tol telefon kılıp 2014-2013 saran kıyıtke 6-7 ay meni. Ne çıkıttım? Muşu ile golcununki muşu Ravak'ın tüpsiki xatı özgertken bu resim baba video var degenge şunca mişedki hayırlar menin ağzım gapni setip tola telefon kılıp ay ata-anana oyla, unuttuğun kızlarına oyla, ne cevran pevran, yapmış piştirme oyla der. Ben dedim gepini düşenmedim dep yok deyotgan. Endi özümüzü keyni qaytib kelaylik. Bu siyasi kengash bugun hamma bütün davlat bor, ammo Turkiyada bek kuchli. Yani Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik, bizga irqiy qirg'inchilik qildi deb dunyo chiroy chiqilib turibdi. A insanlar Tanrı'nın aslında kaldı mı, yani aslında çıktı mı bu Uygurlar? Hem de şu Devokin'inki azıcık eski kılavatkan. Yani bir yerde Küsat Altı, Rabia Kadrıba, Devoki, yani köpekçi teşkilatlar birleşip kana kalırsa Uygur tukunanlarını imklanladı. Kardeşler, ne çoğunlar ki Allah'a amanat diyen ne? Allah aman kılmay hem de saat yüzündekileri. Üzan öyle bakama at Türkiye'ye tükürük ne? Ağzı başkadan kaydıp ilevadı degen ki. Az icra kıpıdanlar erkek kırgınçılığında çıksı bolduğun neyse. Boş. Hem de boşu tüyüzü işketken aile Suriye'ye girdi. Suriye'deki 1. ayının 19 Mike Pompeo efendim Şarkı Sürse İslam Partisi'nin ki kalpını terörçü emeğe ilivetti. Terörçüge kalpak ilivetse yana şu kalpakını aynı kiygiziş için Uygurlar müstakillik verilişki bombaydı deyiz için yani Suriye'ye adam toşup atıldı. Bana bula Hasan Sabah'la teşviatı dep anlavatımız o. Şu boşa Hasan Sabah Abdülkadir Yakupcan başlığı da hem de bunun da öyle ki Seyittin Türk'ünki ismini beğenmedi. Ya onun korkamda o var mı yok o adaş o efendim var mı yok mu okumayayım mı? Ama ölüme birliği Mağrip Cemiyeti Abdülkadir Yakupcan Hasan Sabah'ınki 26. bölümüsü okşaydı. Öyle ki millet davası insan ve öyle ki vatan davasız vatan göçüldügen bütün Orta Asya'daki teşkilatlar korallık çıkan hücum kılınızgenlerin hemmini bozup Türkiye'ye yetip algan aş adam şu. Bunu ini kılmaydıgan ben tek Türkiye'deki siyaset okumaysam Türkiye bunu yaxşı bildiğinler şunda yaxşı bildikken de bunun kanını alıp turumu çünkü adamın köğün elişidir. Adamın köğün elişidir. Bu adam ne dedi? Beynizin bir saka beyniz gibi çenge yıkıp işte. Ne kılgan? Bunu bir ke vurup bunu bir ke avar olursa faydası yok dedi. Ay iş zehir dedi. O zaman hani yüzü ispat yaparak Uygurlarını tillap. Uygur müstakil diyenlerine şunçuk tillap. Aramızda Xitay yok mu? Ne yapacağım bizden davet konusu Uygur tillap Xitay'la bula. Bunu bulanın kılığı müstakillik ne yapıp hem de işki mesele Xitay mağkıda koyup verdi. İştigende bunu tıkkınlıkla kanda kılıdı. Aziz arkadaşlar bunun da mıdak bunu tıkkanı gözürenler meldikilerini çıkaranlar koçudaki tonugan bilgen bütün bunlar ne de
Mavi ata-anam inilip sınılıp uçu buçu. Yanıma meğerdeki pokun balığı battı. Bunlar nerede? Bak oğlum. Ama bunu sırf devlet bunu tukunuklar kimde bakılıdı? Umumi müstakil. Bu umumi müstakil Uygur halkı, umumi müstakil uyuşma, birleşme, desek birlikte kimde? Hazır emdi kopup bulan neyini çıkarıldı desenler? Ne çoğunluğu ilaki kimdi ilaki? Tursun Gülmün, Emin Gülmün ilaki işki balası çıkkanda kodun battı o Ermenki'ye. Mehrigül. Ha, Bekri Gül. O ilaki, onu ilaki nemi kıgıcı, medyaya çıkıcı tas gap ürkütüp çıkardı. Ama bulanın hemmisi Uygur'unki kampıdaki 1 milyon aşmağıda da. Ay Xitay çıkıda, he? 60-70 milyon işkil ülke ekitip bekar kışlıkta bu Xitay'ını demokrat Xitay'la komünist Xitay'ını tılavadı da ma Uygurlar pişt mağındı kırın aşamada piştla yana 1 milyon aşmağıda. Şunun için taşkı dünya 2019 bu akıllık işki adam Mike Pompeo Trump efendim neyim dedi? Uygur 2019. Uygur meselesi Amerika Kongres işki mesele. Amerika devletler işki mesele kıldı. Uygur'un davası yok degan. Uygur'un davası ola dava kılanmadı. Az sap embargo deb qatqan, ziyan tartqan. Bunun için ötken Gene efendim işkimiz bir nemide bu şöyle Bintön'e diviziya. Bu diviziyadan şimdiki Xitaylar embargo qilgan chaqda moshlar chiqib keyin haqiqatni qildik. G'eni efendim ishimiz moshiga gap qo'ydik-ku. Esinglarda bordi qarindoshlar. Mana bularniki po'qi chiqma 2020 kammay chiqma yozib kammay turiblar. Elita po'qi chiqdi bularning. Bular nima uchun bunda ayblaydiki demanglar. Bu ishni saxta o'zinglar o'ylab qo'ygan, yaxshi o'ylab qo'ygan. Aziz qilib 1 minut bir o'ylab qo'yganlar. O'tinib qalay. Mushu tashqi dunyodagi 30 yildagi qilayotgan bir inson bu ishni shunday yapmasa bu seni men tillagan deydi. Hozir yaqinda men bilan shunday yaxshi bo'lib ketdi bu odam. Men seni shuncha tillagan senin ben tılmagan ağada kalmagan sınırın kotunundan tat ananı dadanı nemi kımadım mış budak avladından şunda pilimiz kırıp yetiştim aş kaynak su kan mojnakta tılap ketken cinim fıkan deydi ama ben bu hak adaletli ben köymep diken anlamap diken ben aş şunda seninkini az seninkini hak demey Türkiye'de anlaydı deydi. Senin nimeni anlaydı deydi. Hem de korkak biçaranlar topluğunu yapmadı, birisi kulku yapılamı kaldı deydi. O çıkarken bazı rasket nukadı da, hak adalette devadı da, derlenmeydi. Desi yok deydi. Ma hükümet bu şu, muş haramlı mukallaviler, muş esen sabaklaviler, hükümet ağzı çıran iç, senin kene ben, acep tok yaptı ben deydi. Çıran iç peygen, muş hükümet şu, hep hükümet tılavasan, seninki 70 tane kul kessin akşkuş tılap gitken benden. Bana bir de 4-5 gün evvel hadi ya 4-5 gün bırak iş kaptı. Ne çıraylık özünki hatalıkını kanda pokuya geldi. Eğeşmepti kollap diken. Bulanı kollap. Bulanıki doğru kap. 2018 mi? Sen bir kapı diken beni. Sen bir kapırsın. İmanın yok. Diye. Suriye'ye tek munda kılma. Hani ülep o kayıp çıkanlar yana kırıp adam inip fırık çıkırken uyaktın Türkiye'ye gel. Suriye'ye kirgen çağda cemaatle kutuksuz iken üz yalnız kirdikken. Düşmanı kömey jığılap davadıdı. Düşmanı kömey şehit getirip cesedek taşak koygandaydı. 10 minut kaldı. 10 minut vaqt kaldı. Kardeşler, bana bu siyasi kengaşındaki yetiştirgen namırıtları aziz kardeşler. Payda ekegen, payda ekel depekanlar kardeşler. Payda ekegen bulsa payda ekel depekanlar.
Mana da Putin ülüşkin imdavadı da Putin bütün nersi curcanlar bu saklı Yahudiler Vatikanlar dünyanın kanağı ming yılın alırken nersini çıraylık onu medya takatmaptı ama işindekileri ma ilk Amerika Washington nimqatqanlar bunu yig'ib elib ekiplar ma Vatikan qo'yapmiz Vatikan butun dunyo taqlid etdi uni shu butun dunyo hozir ilk diplomat kadrlar uch-buchlar ko'ryapti bu nimaga Vatikan Amerikadan ish emasga qo'zg'aloni u Rossiya bo'layotgan qo'zg'alon Vatikan qo'zg'al nimaga u Amerikadan gumon qilibdi Amerika emasga ilk saxta yahudilar yahudilar abim deb ketdim-ku saxta yahudilar mana bu nuri tilga o'xshash qarindoshlar ama meni gapim meshadim o'sha Vatikanning gapi nimalar nim qildi biroq bizning bu ovozimiz chiqmay deydigan muhim gaplar yeniliklar bordi bu endi kela hafta emas mush kela shu yangi xabarlarni endi dey desam bizniki nima endi shunga to'g'rilab qo'ygan yangi xabarlar bordi shu Xitoyning ichidagi bo'layotgan narsa uni keyinchi damiz mamlakatga u yangi xabar ikki xabar endi Guangzhou bilan Sichuanda bo'lgan narsa yana birisi Xunanda suv isib ketgan ya hozir qandoq nima bo'lib ketdi deya u kimninki qandoq bu yarasi chiqib qoldi ana shunaqa degandek shu nimalar bor endi Shanxayniki xabari hozirgacha jim Beijingdagi Shanxaydagi Beijingga ya Guangzhouga borolmaydigan holatda saqchilar hozir rasmiy xalqqa hujum qilish nimasi ketdi rasmiy hujum qildi mashina tushib ketdi oqshom bulab chiqyapti desa unaqa hech kim kelmaydi mana tashviqda dunyoda voy Xitoy anda Xitoy voy haqiqatda shu mikrofonniki narsa haqiqatda bu telefonniki narsa Xitoyning ishidagi bo'layotgan qozonishi u chiqsa mantibiga deb qolmanglar qo'limiga deb qolmanglar shu qaynasimi u chiqadi bir tal o'tinni yiqib qozonga selib toz kuyayotgan suvni to'kib cho'g'ni ipasdan undan u chiqadi qarindoshlar aziz qarindoshlar Xitoyning ishidagi bo'layotgan narsa yaxshi nima qilib qo'yganlar anadiki mana otansi da'vo qilib otan so'zlashayotganlar vatandagi hozirgi jarayon qandoq ahvol qanday desa hozir yaxshi deydi u yerga yomon demaydi dalanmaydi yaxshi deydi haqiqati uchuk ular da'vo qilmaydi ekan xo'sh ama lekin mavu eng oxirgi deydiganim shu kampida hech chiqdim deganlar pasport qanday oldi uch desam ishchi o'qitdi shu Uyg'urning nopus soni 1 milliondan oshmadi Xitoylar oshkorladi endi qo'pib bularni qayerdan mandab chiqibdi ama men bularni unda o'ylamayman chunki hozir bizning qilgan ishimiz bular bilan emas bu 5-6 odamlar emas bizning qilgan ishimiz mustaqillikni ijro qilg'izish chiqqani ham Turkiston deydi Uyg'ur mustaqil demaydi cho'nqur sabab bor bunga cho'nqur sabab bor pishti bo'lsa taqatli topdi demanglar qarindoshlar men ashundoq men yenimdagi akam bo'lsin o'g'lim bo'lsin shundoq xatolasa men yuzsiz bu da'vo ashuna da'vo bo'ladi beg'amlik da'vo bo'lmaydi qarindoshlar vaqt to'shdi rahmat qarindoshlar temaga qaytib kelsak
Bu Vatikanның ijodiyati bo'lgan sotsializm, kommunizm. Buningda mengvatqini Sovet İttifaqı parçalangandan keyin buniki o'rnida Rossiya qoldiqlari hammasi bor hozirmi. Ular ismini boshqa o'zgartirib olgan va yanada qizil kommunist petib mangadi. Bularning eng sodiq agashkuchisi Jungo. Burun Jungoni mushundaq desak ishonmaydiganlar ko'pdi. Obda o'ylab beqinglar, Jungoda hatto bayroqning ijod qilib baxmagan bo'lar. Sovetlar ittifoqining partiya bayrog'i hozirgi Jungoning davlat bayrog'ining naq o'zi shu. Sovetlar ittifoqining davlatning bayrog'i nim bo'ldi desa, davlatning bayrog'ini Jungo kommunistik partiyaning partiya bayrog'i deb ikkisini almashtirib akeldi. Davlatnikini partiya, partiyanikini davlat qilib. İkili bayrak hammasi Sovet ittifoqining bayrog'i. Komünistning eng sodiq g'olchisi bu Jungo hukumati. Uşaq davlatlar bor, Kuba degandek. Jekni majburiy Stalinlar besib ashlarni kommunist qilma degandi, oxiri bo'lmay qoldi. Bular o'zligidan manganlar Sovetlar ittifoqi Jungo mana eng cho'ng qizil pachoqlar bular shu. Bundaq desak, bu Vatikan bilan aloqasi yo'q deb burun nurg'un talashqanlar botdi. Sizlarga yana bir misol keltirib bersam, Ikkinchi Dunyo urushi bo'lgan chog'da Gitlerni majburiy Ruslar bilan so'qashtirgan Vatikan. U yiroq yerlarga bag'isi yo'q odamlarni majbur olib qo'ygan. Olib so'qashtirib nurg'un odam o'lib bo'lgandan keyin Stalinni qaytarma hujumga o'tkazib, qanday qildi desanglar, Germaniyani o'ttirdi ikki bo'lgisida qaytib kelib, men yerga rasmini chiqarib qo'yay, Germaniyaning aynan shu vaqtlardagi tam o'ttir tamsab qanday qiynalganlik to'g'riliq. Mana bu rasmga Vatikanni chiqarib qo'ydim yeniga. Ash tamni qo'lini tamiga sunib turgan Vatikanni. Bütün intan qudratli bir German davlatini urush qilsa foydalanib bo'lgandan keyin qanday qildi? Sovet ittifoqidan iborat bir qizil kommunistlar biyani qaytirib basti qildi. Qolgan yeriminchi kapitalizmdan iborat burza kuchlarga, ya'ni Amerikaga bosqizdi. Qilib bir Germaniyani ikki bo'lgizdi. Amerika bosaman desa unimaydi. Nima uchun? Vatikanning ijodiyati bu sotsializm, qizil pachoqlar, kommunizm yo'liga mangamiz deb yolg'on to'g'laydiganlar. Şuna mecburi Sovet ittifaqini mishaga so'rab akirdi Germaniyaga. Buningdan ortiq misol bo'lmas, qarindoshlar. Yaxshi o'ylanglar, bu Vatikanning qilgan ishlari kurmang samandek. Biz vaqt bo'lmag'achqa har qatim azaz so'zlayotimiz. Buni mush Germanlarni vayron qilmoqchilar. İsinglar bir narsani sapqay o'ylanib beqinglar. Yahudlar irqiy qirg'inchilik uchirg'ini rost. Lekin hammini Germanlar qildimi? Gitler qildimi? Yo'q, hammini bular qilgan emas. Bu yerda yolg'on German bo'lganlar bor, yolg'on Yahudi bo'lganlar bor. Yahudlarni bo'lganlar o'zlari elib setib qul qilganlarmi bor. Hozirgi kunda hammasini Gitlerga döngaydi, Gitler o'ldi degan xabar chiqsa, Germaniya hukumatiga ortidi. Hukumat ikki bo'lindi bo'lsa, bütün German xalqining beshiga ortidi. Ta hozirgacha Germanlarni tillaydi. Bu davlat qildimi, German xalqi qildimi, Germanning askari qildimi? Buning bilan chattiq yo'q. Jungo hukumati irqiy qirg'inchilikni har kun qilyotidi. Vatikan ta hozirgacha bu to'g'riliq o'zining mas'uliyatini ado qilib baxmidi, bir yog'i so'zlamadi. Irqiy qirg'inchilik so'zladi o'tgan qanday qildi? Bu Amerikada o'lib ketgan bir qartallikniki tuqqunning putuq suyab yalab yurdi ishtiga o'xshash. Vatikanning lideri. Uyg'urlar millionlab yo'qolib ketdi, o'ldi, so'yilyotdi. Bu to'g'ri Vatikan hech nima demaydi. Nima uchun? Vatikanning quli yashadi bor. Qulidimmi, butun badanimmi qon temib turdi bularniki.
ha desizlar Vatikan bilan nima munosabat bor degan qarindoshlar ko'p bo'lg'achqa mani mushunchalik deb qo'ydim. Bundan keyin mushunga o'xshash misollarni doim tushuntirishga tirishimiz, uchurlarni ko'plab berishga tirishimiz. Vaqt munosabati bilan bugun suhbat mishagichi bo'lsa, 1 soatdan oshirmaslik prinsipimizcha ketayotgan-ku, hozir 30-40 sekunddak ishib ketdi. Ko'pchilikka rahmat. Ovoz tunugungidan yaxshi chiqqandi deb o'ylayman endi. Rahmat. Rahmat qarindoshlar. Taqib qo'yinglar aziz qarindoshlar. Xo'sh. Hammamizni kelajak uchun.